Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Og'iranga Mirobod tumani yasalgan akvadan 6 taramga 2 ta eshikchamiz chiqib ketyapti. Hozir xudo xolasa yana ustanobga jarayonlaridan semka qilib talab beramiz. Kimga akva xizmatlari kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Mana Og'iranga ustanobga ketyapmiz. Miroboddamiz. Mirobodga ustanobga jarayonlarini tashib beramiz. Geçir yarım, sevişimni aytolmadim. Muhabbatdan topib ozor, rohat nima bilolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim. Aytolmadim, aytolmadim. Sevishimni aytolmadim, aytolmadim, aytolmadim. Sevishimni aytolmadim. Soyang kabi yaqin yurib, gulim chin yor bo'lolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim. Ko'zlaringga Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bunaqa qiladigan joyimizga yetib kelishimiz bo'lsa inshaalloh mana shu yerda boshlaymiz hozir ustanobga. Kim qishlog'ini tanigan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Men qishlog'ini tanib yozib ketingizlar musobaqadagi. Ustanobga qiladigan uyimiz mana shuncha bo'ladi. Xudo xolasa sevishimni 6 tarafga mana shu yerga 2 ta eshigimizni ustanobga qilib beramiz. Akva antrasit rangdan bo'ladi. Ustanobga qilib boshlaganmiz. Ustanobga bo'lyapti. Ustanobgani qilib, keyin oynalarni qiramiz. Mana ustanobgamiz davom etyapti. Mana ustanobgalarimiz nihoyasiga yetdi. Akva alyumin antrasit rangda energiya tejovchi oynalarni ustanobga qilib berdik. Bu ustanobgamiz oxirida Jahongir akamiz